Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 23-yanvar 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari on tort so'm 85 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari on 2136 so'm 92 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,213,692 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,6% ga oshdi. Yevro tort so'm 3 tiyinga oshdi. 1 yevro on tort 1191 so'm 70 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,419,170 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0,3% ga tushdi. Rossiya rubli 3 so'm 60 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 99 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159,990 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4,1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 1 Rossiya rubli 65 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 86 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7586 Rossiya rubli 5 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 3,4% ga tushdi. Boshqa valyuta kurslari ro'yxati bilan tanishib chiqing. Endi banklardagi olish, sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Birinchidan, AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Endi AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Bugungi kurslar shunday. Banklarni solishtiring va o'zingiz uchun qulay variantni tanlang. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.